Assalamu alaikum Şarkı Türkistanlık qarindoshlarım. Men bugün sizler bilen şu bir necha kun ichida, ya'ni bir hafta jarayonida Sharq Turkiston surgun hukumatida yuz bergan voqealarni, ya'ni bir nayt afsuslanarli ishlarni sizler bilan o'rtoqlashmoqchiman. Hamda ham ishning kaynida bir hikmat bor degandek, bu Sharq Turkiston surgun hukumatida yuz bergan bu voqea bizga nurg'unlagan yaxshi, ya'ni uchurlarni ta'min etdi. Ya'ni kimning kim ekanligini nayt aniq ko'rsatib berdi. Bu bizning buningdan keyingi ishlarimizda nimalarga va kimlarga diqqat qilishimizning intayin muhimligini uqtadi. Hammaga ma'lum 2016 yılı Xitay tacavuzçileri vatanimizde xalqimizning beshiga ig'ir zulmlarni saldi. Yani kamplarni, jaza lagerlarini kurup 3 milyondan 5 milyongacha qarindoshlarimizni kampiga so'lab, insoniyat tarixida ko'rilib bakmagan zulmlarni qarindoshlarimining beshiga saldi. Şunun bilen bir vaqtda xalqaro vaziyat bizning Sharq Turkistonning mustaqilligi yo'linishiga qarab, ya'ni yo'linishining foydali tarafiga qarab taraqqiy qilishga boshladi. Şunun bilen nurg'un qarindoshlarimiz, ya'ni nurg'un orqa safda faoliyat olib berayotgan qarindoshlarimiz oldingi safga chiqib, oshkora faoliyat olib berish va bu xalqaroda bu yıkınlaşıyotgan faydalı fırsatdan faydalanish, ya'ni bu fırsat o'tkazib o'tmaslik uchun oldingi safga chiqib oshkora faoliyat olib berib, mustaqillik harakatini butun dunyoga kengaytib, butun dunyodagi Sharq Turkistonliklar birlikka kelgan bir mustaqillik bayrog'i ostiga yig'ilgan bir uyushmani yoki bir hukumatni qurib chiqishni maqsad qildi. Men shu qarindoshlarımning birisi bo'lish sifatim bilan 2018 yil 6-oyda qurilgan, ya'ni boshlangan Milliy Uyg'onish harakatiga qatnashdim va uning xizmatlarini yaqindan qo'lladim va ba'zi vazifalarni o'tadim ve mustaqillik hareketini bütün gücüm bilen qo'llab keldim. Texmi ilgirlagan holda 4-oyning 20 kuni Washingtonda ochilgan Sharq Turkiston surgundi hukumatining yerlik vakillarini saylash yig'iniga qatnashib, qasam berib 9 qarindoshimizning, ya'ni 9 yerlik vakilning birisi bo'lish sifatim bilan hukumatga parlament a'zosi yoki xalq vakili bo'lib kirdim. Va parlament vakili vakillik yig'inidan keyingi 1,5 kun jarayonida koni parlament a'zolari bilan birlikda 1,5 kun jarayonida qonun o'zgartish va 10 yil hukm surgan Prime Minister İsmail Çingiz'ni hukukidan ilib etish qaroriga qarar chiqarish ishlariga qatnashdim. Ve şu vaqtida Amerikadagi yerlik vakillar hammamiz qo'l ko'tarib, ovozimizni berib, qarorlarning qarar bo'lishi, kuchga ega bo'lishiga kuch chiqardik. Ya'ni barliq yangi vakillarning ovozi ilindi. Şunun bilen köp sanlıqның avazı bulup bu karar kuchga ega bo'ldi. 4-oyning 20'sida bu qonunlar o'zgartib, bir qancha muhim qarorlar Prime Ministerning o'rnidan ilib etishdan iborat shunday qarorlar e'longan bo'lsa-mu, 4-oyning 20'sidan taki 6-oyning oxirlarigacha hukumat yanada surgundi hukumat yanada asosan harakat qilolmay jim yetib qoldi. Şunun bilen bu ahvaldan narazi bo'lgan
ümitsizlengen qarindoshlarimiz bulupmu yaş qarindoshlarimiz mushu sürgündük hükümetke kirgen yaş parlament a'zolari ümitsizlanishga başladı. Şunun bilen ko'pchilik qarindoshlarimizning talabiga asosan men sürgündük hükümetning prezidentidir G'ulom Apandiga ikki qitim xat yozdim. Bu mavjud bu xil tinish holatni, bu xil passiv holatni o'zgartirish to'g'risida. Ya'ni Prime Ministerni elevatgandan keyin muavin Prime Minister Hoji Mahmud Kamni uning o'rniga chiqarib, Salih Xudoyorni muavin Prime Minister qilib bekitib, darhol hukumatning ishini jonlantirish. Ya'ni jonlantirish deganda bizga hukumatning tashviqot ishini qiladigan, iqtisod ishiga mas'ul va tashqi ishlariga mas'ul odamlarga biz jiddiy muhtoj edik. Mushu nima tushuntirib, G'ulom Osmon Apandiga xat yozsam, G'ulom Osmon Apandi biz hozir Prime Minister saylaymiz desak, jiddiy ziddiyatga kirib qolamiz. Bizga hozir Prime Ministerning lozimi yo'q. Salih yardımcı Prime Minister'ın yardımcısı bo'lib ishlasin, bo'lsa prezidentning yardımcısı bo'lib ishlasimi buldu dedi. Şunun bilan biz bulaptu yardımcı Prime Minister'ning yardımcısı bo'lsin deb, bo'lsimi yaxshi ishlab ketadi, yana ishlar mengib ketadi deb qarab, şunun bilan 6 ayning 23-kuni mening riyosatchiligimda internet, ya'ni Zoom parlament yig'ini chaqirdik. Bu parlament yig'iniga 80 odamdan, hozir bizning hukumatda 80 parlament a'zosi bor, ashning 59 qatnashdi. Shu 59 odamning 58 birisini qarashtirishi va 58ning qo'shilishi bilan Salih Xudoyor muavin bosh minister yordamchisi bo'lib saylandi. Men 4 odamga qarshi 55 odamning qo'llashi bilan 11-oydagi qurultay tayyorlik komitetining raisi bo'lib saylandim. Shuningdan keyin hukumatning ishini, ya'ni boya degandek tashviqot, iqtisod, tashqi ishlar bo'libmi mushu ministerlarni darhol saylab chiqish uchun Salih Xudoyor buning ishlarini ishladi. Salih Xudoyor bir hafta tayyorlik qilish orqali, ya'ni 6 ayning 28-kuni men juma kuni men shu namoyishni berib ko'rishib, Salih Xudoyordan bu ish qanday bo'ldi deb so'rasam, men Salih Xudoyor hamisha bitdi, men dushanba kuni kabinetni e'lon qilaman dedi. Men Salih Xudoyorning kabinetda kimlarni o'rinlashtirganligini, kimni iqtisod, kimni tashqi ishlar, men hech nimani uqmayman, men hech nimani so'ramadim. Hem hech qanday taklifmi bermadim. Chunki bu ishga men aralashib qolsam yaxshi bo'lmaydi deb qarab, hech qanday ishga aralashmadim, lekin Salih Xudoyorga ishni tez qil deb dedim. Tezroq bo'lmasa 11-oydagi saylamga ulgurlanmay qolamiz degan taklifni berdim. Salih Xudoyormi buni dushanba kuni e'lon qilaman dedi. Ya'ni 30-chesla e'lon qildiganligini bildirdi. Men aytsam degan shanba kuni, ya'ni 6-oyning 29-kuni qarasam bizning parlament WhatsApp gruppasi, ya'ni 80 ga yaqin odam bor gruppa nihoyatda qizib, buning ichida talash tartish bo'lib ketibdi. Nima ish bo'ldiki desam, G'ulom Osmon apandim bu Salih dushanba kuni kabinet e'lon qilaman deganini anglab qo'rqib ketdim-u, nima ish bo'ldi bilmadim. Shanba kunilar ikki Prime Ministerning ikki nomzodini ko'rsatib o'tirib, mushuning birini saylab beringlar, kabinetni mushu Prime Minister tashkillaydi deb e'lon qildi. Biz yig'in ichilishdan, ya'ni bir hafta baldir
bir hafta baldır. Men xat yazıp so'ragan vaqtimda Prime Ministerning bizga lazimi yo'q hozir, ehtiyojimiz yo'q degan adam endi nimishqa turibli bu Prime Minister saylaydigan endi Prime Minister kabinetni o'zi qurib chiqdi deyishga nima majbur bo'lib qoldi. Men buningga nihoyat hayron qoldim va dushanba kuni e'lon qilinadigan Salihning kabinetini to'sqinlik qilganligini aniqlam bildim. Shuning bilan men buningga qat'iy qarshi turdim. Bu nima ish? Biz so'ragan vaqtida lozim yo'q deydi. Endi bu kabinetni ati e'lon qilamiz degan vaqtda endi bundaq to'sib etsa, endi bu ish qanday bo'ldi deb men buningga qattiq qarshi turib ilishdim. Lekin yana da cho'ng vaziyatni ko'zda tutib, men keyinchi bu ishdan chekindim. Ya'ni ularga yo'l qo'ydim. Men agar Salih aşı Prime Minister bilan yaxshi ishlablam, ya'ni kabinet tezlam e'lon qilinib, ishlarimiz mingipli ketsa mayli degan niyatda men Salihga shu vaqtda shuni degandim. Sen zodi ishlab ketalamsa aşı Prime Minister bilan agar ishlab ketalayman desang, men bo'ldi, qarshi turmayman, qo'shilaman dedim. Shuning bilan men ular cho'ng vaziyatni ko'zda tutib, men bu ishga bak ching turmadim. Yo'l qo'ydim bundaqchi deganda. Shuning bilan Ablat Nur Damollam bu Prime Minister bo'lib saylanib chiqdi. Ammo kabinet dushanba kuni 30-sila 6-oyning 30 e'lon qilamiz degan kabinet kechikib 25 kun kechikib anglasam tunugun e'lon qilinibdimiş. Kabinetni tunugun ular e'lon qildi. Demak, kabinet bir oy atrofida kechikdi degan. Ya'ni hukumatning ishi bir oy kechikdi. Ya'ni bizning Sharq Turkistondagi zulm chekayotgan xalqning ishi bir oy kechikdi degan gap. Biz uchun 1 minutmi intayin qimmatli. Buni biz bilishimiz kerak edi. Qilinmaydigan ishni qilinmayman deyishimiz kerak. Qilinmaydigan ishni qilaman deb ep qo'ysak, uni kechiktirsak, u xalqning azobiga azob qo'shgan bo'lamiz. U azobga biz bu dunyodami javob beramiz, u dunyodami javob beramiz. Shuning bilan bu ish kechikib kayniga surilgandan keyin biz ko'p sonli yosh qarindoshlarimiz bu do'qitim kirgan yangi parlament a'zolarining ko'p qismi yosh qarindoshlarimiz bo'lib, ular nihoyat jangovar bo'lganlikdan biz bu do'qi 11-oydagi saylamda yoshlarning o'zi xohlagan o'ringa, masalan Prime Ministerlik o'rniga o'zini xohlagancha ko'rsatib, raqobat bilan chiqishi uchun, raqobat bilan demokratik usulda saylanib chiqish uchun biz qonundagi asosiy qonundagi bu yoshlarning bu xil erkinligini bo'g'adigan 3 nizomnoma, 3 tarmoqda, 3 moddani o'zgartirishni o'ylashdik. Ko'p sonli qarindoshlarimizning taklifiga asosan men bu 3 moddani o'zgartirib, yezib parlament rahbarlari va hukumat rahbarlarining oldiga qo'ydim. Bu hukumat rahbarlari va parlament rahbarlari buni 4 hafta gichilik hech qanday javob bermadi buningga. Ya qilamiz demaydi, ya qilmaymiz demaydi. Bu ashada turdi, biz ularni suyladik, kundudagidek suyladik, javob beringlar. Mau 11-oydagi saylam yiqilishib qolyapti. Biz bu saylamga ulgurmaymiz, chunki men saylam tayyorlik komitetining raisi. Agar saylamda bir savallik ko'rilsa, u mening mas'uliyatim. Shunglashqa bu mas'uliyat nihoyatda og'ir bir ish edi. Men bu ishlarning hammasini qadam bosqichlarga bo'lib, plan tuzib, birinchi bosqichni 7-oyning 20-sigachilik birinchi bosqichlik plan mushaqchi bitiradigan ishlarimiz deb bularni men ratlab yezib o'tirib qo'ydim. Lekin parlament rahbarlari bo'lsin, hukumat rahbarlari bo'lsin, bular bu xalqning, ya'ni parlament ichidagi ko'p sonli odamlarning bu talabini qilchilik ko'zga ilmadi.
Ya'ni amı demidi, yo'qmi demidi, u tashlab qo'ygan narsang bir qog'oz ashada turaverdi degandek qilib hech qanday javob bermadi. Shuning bilan yana shu ko'p sonli qarindoshlarimizning jiddiy talabi va 11-oylik saylamning qistab kelayotganligi tufaylidan men bu yig'inni, ya'ni mush 3 moddani o'zgartiradigan mush yig'inni yana men o'rinlashtirishga majbur bo'ldim. Men bu yig'inni mush 7-oyning 21-kuniga o'rinlashtirib, uni yana men o'zim riyosatchilik qiladiganligimni e'lon qilib parlamentning oldiga va hukumatning oldiga tashladim. Mening bu planimni, buning bu o'rinlashtirilishimni anglagan bu parlament va hukumat xuddi beshig'i chaqmoq chiqib, beshig'i tosh tushgandek hammasi hamma tarafdan saklab menga hujum qilishga boshladi. Ya'ni sening undaq yig'in uyushtirib, parlament undaq qiladigan huquqing yo'q. Yig'in deganda parlament raislari o'rinlashtirildi. Biz o'zimiz o'rinlashtiramiz. Sen bu ishga aralashma deb menga turib oldi. Men ularning yana yig'inning vaqtini kechiktirib etishini yoki yig'in o'zgartiradigan moddaning mazmunlarini o'zgartirib etib qilishidan ansirab, men buningda ching turib oldim. Yig'inni men riyosatchilik qilaman hamda 21-kuni bu yig'in ochiladi. Agar sizlarning boshqadek fikrlaringiz bo'lsa, kelinglar birga qilamiz, birlashamiz. Sizlarga 4 hafta vaqt berdik. Mundaq deganda 1 oy vaqtni berdik. Ega chiqmadinglar bu ishga. Shuningdek, men buni o'zimning mas'uliyatim deb qarab, ya'ni saylam ishidan chataq chiqmasligiga kepillik qilish uchun men buni qildim. Endi men sizlarga bermayman buni. Agar chunki ularga ishonmaydik biz. Bersaklar ular uni balkim 10-oyga yoki 9-oyga surib etishi mumkin. Anda onun içindeki mazmunlarni xohlagancha o'zgartirib etishi mumkin. Chunki ular sinoqdan o'tmadi bizning. Shuning bilan men bunda qat'iy tushuntirib oldim. Biz ko'p sonliq bo'lsakmi, bizning yosh yangidan kirgan vakillar ko'p sonliqni egallagan bo'lsakmi, lekin huquq oz sonliqning qo'lida edi. Shuning bilan men atsi o'g'inib qarasam, meni ular parlament WhatsApp to'pidan chiqarib etibdi. Mening tayyorlik ko'rish komiteti raislik vazifamni elib etibdi. Ondan keyin mening yerlik vakillik salohiyatimni elib etib, meni hukumatdan chiqarib etibdi ular. Chiqarib etgandiki, bularning yozma qarorini aşağı menga chaplab qo'yibdi. Mush qaror bilan seni chiqarib etdik deb. Qarorida nima debdi? Mening jinoyatimni nima deb bekitibdi deganda talib ogohlantirishlarga qaramay huquqini adidin ziyoda ishlatganlik uchun mush jazolar qo'llanildi, hukumatdan chiqarib etildi deb. Hamda bu hukumatdan chiqarib etish, huquqini ilib etishda qaysi moddaga, qonunning qaysi moddasiga asosan bunda qildik degan narsa ko'rsatilmabdi. Demak, uni keyin qarindoshlarimizmi, shu vakillarmi so'rabdi, besim qilib, qisa ular bunga javob berolmadi. Chunki undaq moddami yo'q. Moddami yo'q edi. Shunlar javob berolmay, bular oxiri buni biz asosiy qonunga asosan emas, nizomnomaga asosan bu ishlarni qildik deb javob beribdi. Hamda ular o'zlari huquq ularda bo'lgandan keyin nima deb javob bersa, ularning ishi. Shuning bilan men surgunlik hukumatning sirtiga chiqarib etildim. Hamda bu shu chiqarib etilgan bir hafta jarayonida hamda nurg'un gap so'zlarni men o'zim angladim. Hamda bu yerda parlamentning ichida bo'lsin, mayli sirtdagi xalqlardan bo'lsin, bu parlament rahbarlari ham hukumat rahbarlari o'zlari bevosita so'zlab meni garchki huquqini haddidan ziyoda ishlatdi deb chiqarib etdik degan bo'lsa-mu, lekin ayada parlament ichida kundan kunga kuchayotgan yoshlarning ovozi, yosh yangi vakillarning ovozi, ya'ni besim qilib zodi tushuntirsa, nima uchun undaq huquqini elib etsa, agar sen
Tayyorlik ko'rish komitetining huquqidan ilivesdan mayli yerlik vakillikni ololmaysa, chunki uni xalq bergan huquq deb ular kundan kunga besim ishlatib, besim eg'irlashgan sari ularning mening ustimdagi qarorining turlari o'zgarayotgan gap. Ya'ni talib palanilar bilan tashkilotlar bilan biriktirib mushundaq hukumatni o'rmoqchi bo'lgan, huquqni tatib olmoqchi bo'lgan degandek siyosatlarni to'qib chiqib, hozir yangi kirgan qarindoshlarimizni bo'libmi qaymoqtirmoq ekan. Ba'zida aşı rahbarlar o'zi chiqib so'zlaydi ekan, ba'zida o'zlarining ba'zi odamlarini ishga silib so'zlaydi ekan. Ashundaq qilib yerda hozir parlamentning ichida nayt talash tortishlar nayt eg'ir bo'lyapti. Ya bularning bir isboti yo'q. Masalanki meni palani tashkilotlar bilan munosabati bor deydi. Bu tashkilotlarning og'zimga ilishdimi xohlamaydigan tashkilotlar. Men ash tashkilotlar bilan munosabat bog'lab, men mushundaq ishlarni qilyaptiman. Yoki buning bir isbotimi yo'q. Palani qilsa, mayli mundaq degan. Xuddila Xitoyning siyosatiga o'xshash ishlarni qilyapti. Endi men hukumatdan chiqib ketganligimga afsuslanmayman. Chunki men yana burungi o'xshashlar mustaqillik davoyimizni nurg'un qarindoshlarimiz o'xshashlar men yana qat'iy davomlashtiraman. Chunki bizga shunday yaxshi bir fursat yaqinlashyapti. Alloh buyursa, biz shu fursatdan yaxshi foydalansak, biz xalqimizning beshidagi zulmni mangulik elitib, Sharq Turkiston davlatini Alloh buyursa qat'iqanda qurib chiqamiz. Men shuning uchun bu hukumatdan meni chiqarib etganligidan men afsuslanmayman. Lekin bir Sharq Turkiston 35 million xalqqa vakillik qiladi devatgan bir hukumatning ichida bir adolatning bo'lmasligi bu hukumatning keyingi taraqqiyotida qanday rol o'ynaydigandi, taraqqiyoti qanday bo'ldi deb men shuningdan ansirayman. Shunlashqa xalqimizning buningga ko'ngil bo'lishini so'rayman. Hamda buningdan boshqa yana bir qancha muhim nuqtalarni men so'zlab o'tmoqchi. Yani bunun birisi, men burun kichik vaqtlarimdan tortib eshakning ko'rikdan o'tib olishi degan samaviy cho'chaklarni anglagan. Lekin mening hozir demoqchi bo'lganim bu cho'chak emas, samaviy cho'chak emas, Sharq Turkiston surgun dokumentida bo'layotgan haqiqatlar. Esimda qilishicha 3-oyning 15lari atrofida Sharq Turkiston surgun dokumentining Ali Kengashdagi birsi a'zosi, Ali Kengashdagi bir a'zosi menga talib, men sana hozirgi Sharq Turkiston surgun hukumatining holining qanday ekanligini, qanchalik zaif ekanligini men sana bir tushuntirib qo'yay deb menga u tushuntirdi. Ya'ni shu vaqtida to'rt to'qtoqning qurib olgan hukumati degandeklar, u yerda 4 odam qolib qolgan ekan. Shuning bilan bular 4 adam Kurash Ataxon va İsmail Chingizlarning hukumatning parlamentni xohlagancha bo'lib, taqsim qilib, qalaymagan qilgan ishlariga bardashlik berolmay, ya'ni uning chidayolmay, bu G'ulom Osman prezident G'ulom Osman shuning bilan bularga deydigan, bo'ldi, to'ydim men buningdan. Men mushuni ammimiz bo'ldi, gruppa bo'yicha istiqbolni beritib bilan qutulayli. Bu hukumat aşı Türk İsmail Chingizning qo'liga Türk kessin va u orqali Xitoyga kessin bo'ldi. Men to'ydim, men istiqbol beribman. Ammimiz istiqbol beribdi bo'ldi deb. Degandan keyin qolgan a'zolar yo'q, unda qilmayli, birdam saqlab boqayli, chidab boqayli, bu bir qitim bir saylam o'tkazib boqayli, 11-oyda. Agar saylamdan keyinmi ashundaq yaxshilanmasa, ondan keyin biz berib etayli hukumatni,
u hükümet Xitayga kessimi kessin, Türk kessimi kessin, aşında kılaylı dep bular aşında kelişipti. Yani hükümetne Xitayga sitip etsek mi meyli deyişipti. Aşında koşuluptu bular. Muşunda deydi. Bana aşında deyişti deydi. Ben şunun bilen bularga dedim. Hükümetni herkes sitip etişke, herkes tarqıtып etişke bolmaydı. Çünkü bizning hükümetni qo'g'dab kuchaytirish bizning muhim planlarimizning biridir. Şoňlaşqa bununla dedim, sizlar herkes hükümetni tarqıtып etadigan yoki undaq qilib etadigan ishni o'ylashmanglar. Derhal plan tüzüp çıkanglar 11. aydaki saylamga derhal plan tüzüp vaqtçek maaşını qilamiz, vaqtçek maaşını qilamiz deb plan tüzünglar. Biz yardımlaşimiz dedim. O Ali Kengaşning o a'zosimi sizlar kirsanglar bo'ladi bizga. Sizlar kirgan bo'lsanglar birlikda hukumatni kuchlantirgan bo'lsak yaxshi bo'ladi dedi. Bo'lmasa hukumatni setitimiz kirmasanglar deb. Shuning bilan men unda qilmanglar, bo'ldi planini tuzinglar, biz barliq kuchimiz bilan qo'llaymiz sizlarni deb biz shunda kelishdik. Shuning bilan hamma ishni biz ikki taraf o'zaro planliq o'zaro yordam qilib ilib bordik. Shuning bilan 4-oyning 20-kuni saylam bo'ldi. Saylamda biz yerlik vakillardan 9 adam qatnashdik. Ve hükümetni kuchimizning berishchi tashviq qildik. Hükümetning muhimligini, hükümetning atrofiga yig'ilishning birdan bir yo'l ekanligini biz bütün xalqqa kuchimizning berishchi tashviq qildik. Demisimi shundaq edi. Chunki hükümet biz uchun nihoyat muhim. Chunki bu Sharq Turkistonga vakillik qilgan Sharq Turkistondagi 35 million xalqning manfaatiga munosabatlik bevosita munosabatlik hükümet edi. Şoňlaşqa biz bunu bütün kuchimiz bilan tashviq qildik. Natijada hükümetga bo'lgan qizg'inlik birdanla ko'tarilib, hükümetning obro'yimi o'sdi. Hükümetga kirmagan odamlarmi nihoyat tez suratda jiqladi. Biz 6-oyning 15-ini yerlik saylamning cheki qilib bekitdik. 6-oyning 15-gichilik bo'lgan araliqda qasam berib kirganlarni biz qabul qildik. Hozir hukumatda qabul qilingan 80 ga yaqin odam bor. Hukumatning sirtida kirsam deb hukumat kiratdim deb saqlayotgan 50-60 ta odam bor. Hozir ular kirmayotdi. Demak, sürgünde hukumat hozir tarixdagi eng kuchli holatda turmoqda. Ya'ni xalqning ishonchi va qizg'inlik eng yuqori bo'lgan holatda turmoqda. Dal mushundaq bo'lganligi uchun buni hayron qolgan G'ulom Osmon apandi o'zining 3 oyning oldidagi zaiflik holatini unutib qilib, vatanni, hukumatni hammamiz istifa berib yuraylik, Xitoy ketamdi, Turkiya ketamdi, kessin degan adam, ham davlat bunda kuchaygan vaqtida xuddi ergi nimaga asalga yipishib olgan chivindek yipishib quchoqlab olib, xuddi hamma narsa uning aqli bilan, uning tirishchanligi bilan bo'lgandekla hozir bütün diktatorlik usulda hukumatni boshqarishga boshladi. Hamma ishni diktatorlik usulda boshqarib, hukumatda xuddi o'zi bir podshohga o'xshash bo'lib oldi. Ya'ni bu bir ko'rikdan o'tib oldi. Lekin buning oldida yana nurg'un ko'rikning baliqini, buning kibri, buning manmanchiligi ko'zini bog'layotdi. Bizning oldimizda amaliyotda nurg'un ko'rik bor o'tishga tegishli. Birli ko'rikdan o'tib, agarda mushundaq ish yuz berib, o'zining 3 oyning oldidagi zaifligini unutib qolsa, bu kelgusida xalqimiz uchun intayin cho'ng bir balo qazanib kelgan bo'ldi. Ya'ni bu ikkigiz gap qilib qo'ysalar, ekranning oldiga chiqib so'zlab qo'ysalar, bu ishlarning tayyor bo'lib qoldigandek
o'ylab qolayotgan bo'lsa kerak. Lekin ishlar undaq oddiy emas. Oddiy emas edi. Ya'ni uning necha vaqtdan beri vatanparvarlik leksiyalari, kitoblari mundaqchi degan vaqtida, hozirgi ahvoldan silishtirgan vaqtida u bir shaklkan. Uning dal ashiyada voy bo'ldi to'yib ketdim. Bu hukumatni men bir yute Xitoy kessin degan buning haqiqiy ko'nglidagi gap. Ya'ni bu dal uningdagi yushurin ang deymiz buni. Yushurin angning portlab chiqishi. Bu uning haqiqiy ko'nglidagi gap. Ya'ni bu shunchalik leksiyalarni so'zlagan bo'lsa-mu, bu faqat obro'y uchun, shakl uchun so'zlagan. Dal ashunda qil ustida hukumat, qil ustida qolgan vaqtida bu berib etishni, setib etishni qilgan. Demak, buning vatanparvarlik, fidokorlik degan narsaning hammasi saxta. Undaq narsa mavjud emas. Agar bu hozir Sharq Turkistonda xalqimizga o'xshash kampining ichida solarlik bo'lgan bo'lsa, bu Sharq Turkistonni 100 qitim setib etdi mushu nimasi bilan. Shuning uchun bu odamning buningdan keyin bu Sharq Turkiston surgunlik hukumatini boshlab bir to'g'ri yo'lga olib, Sharq Turkiston mustaqilligining da ega chiqa olishiga men nayt gumon bilan qarayman buningga. Xalqimizning bu ishlarni yaxshi o'ylashini va bu ishlarga ko'ngil bo'lishini umid qilaman. Yana birsi, hozir bu G'ulom Osmonning qo'lida diktatorlik hukm surayotgan mushu mezgilda bu hukumatda qonunlar xalqancha dafsanda qilinmoqda. Masalan, Kurash Ataxonni deylik. Kurash Ataxon surgunlik hukumatning qonunliq parlament raisi emas. Qanday qadam qonunliq parlament raisi bo'ldi deganda, surgunlik hukumatning asosiy qonunining 14-moddasida mundaq deyilgan. Sharq Turkiston surgunlik hukumatining parlament raisi va muavin raislari chuqur ko'p sonliqning ovozi orqali saylanib chiqadi deyilgan. Ammo bu Kurash Ataxon boshqa birsi ko'p ovoz bilan saylanib chiqqandan keyin G'ulom Osmon qatorliq odamlarning bidikchilik qilishi bilan, bisim qilishi bilan u ko'pchilikning ovozi bilan saylanib chiqqan odam qoldirilib, uninkini bu Kurash Ataxon qaytmagan gap. Demak, Kurash Ataxon ko'pchilikning ovozi bilan saylanmagan. Lekin Kurash Ataxon ta hozirgacha Sharq Turkiston surgunlik hukumatining parlament raisi bo'lib ishlab kelmoqda. U ko'pchilikning ovozi bilan saylanmagan bo'lganligi uchun surgunlik hukumatining taraqqiyotida intayin ig'ir ishlarni, ig'ir vaqalarni tug'dirdi. Hozirgacha Sharq Turkiston shu 4 yildagi ahvoliga qarasanglar, Kurash Ataxonning birdan parlamentni u yoqqa buzib o'tib qolgan, yo birdan bu yoqqa qilib o'tayotgan, hukumatni birdan Ismoil Ching'izning hukumati tarafga o'tib ketgan, birdan bu yoqqa o'tib ketgan. Uningda bir intizom yoki aqalli bir axloq degan narsa yo'q. Nima uchun? Chunki u ko'p sonliq e'tirof qilgan bir rahbar emas. U qanday chiqib qoldi deganda G'ulom Osmonning va aşağı tarafidagi odamlarning rol o'ynashi orqali uning bagan bo'lganligi uchun u odam amaliyotda layoqatsiz bir odam. Layoqatsiz bo'lsa-mu, ashini G'ulom Osmon hozirgacha qonun bo'yicha qo'g'dab, uning qonun bo'yicha qo'g'dab kelmoqda va u nima uchun qonunsiz bir odamni qo'yib qo'ysa deb so'ragan odamlarga yo javob bermayotdi yoki ularga tahdid qilyotdi. Sen undaq so'raydigan bo'lsang, sening ko'radigan kuning Talibning kuni bilan o'xshash bo'ldi. Og'zingni jum, chiqarib etaman. Hozir surgunlik hukumat degan shunda kuchlik, tarixdagi eng kuchli holat turmoqda deb hammasiga tahdid qilmoqda. Yana birsi G'ulom Osmon apandining quvvatini qaymoqtiryotdi. Yosh qarindoshlarimizni, ya'ni yosh vakillarimizni bu
qaymıqtırıp. Məsələn, mən bundaq degan bir gepini anlap qaldım. Amerika prezidenti mi özlerinin ministrini xalığançı işe orlaştırıp xalığançı elevitedikken men nimede bir yeni vekillik salayetini elevitenmeymen, onun hukukunu demiş elevitenmeymen de başında sözlep demiş. Bu yerde bu Gulam Osman efendim bu işinin hatalığını, bu gibinin hatalığını bilemdi ya ki bilmemdi. Yani, eğer bilip durup gap qilgan bolsa bu bizning vakillerimizde yeni vakillerini qaymıqtırgan gap. Eğer bilmey turib qildi desek bu Gulam Osman efendinin xalqara sistemidin savadi yok diyen gap. Onun hükümetke baş buluş salayetimi yok diyen gap. Undaqda bu gapning nari xata? Çünkü Amerika'nın prezidenti to'g'ri o'zi qilgan ministerlerini eleviteleydi. Çünkü ministerni o'zi bekitdi. Lekin Amerika'nın prezidenti her qandaq bir parlament a'zosinin parlament a'zolik huquqini elevitenmeydi. Her qandaq vaqtda. Çünkü parlament a'zosini xalq saylagan. O her qancha kuchli bo'lib ketsa-mi, xalqning huquqidan o'tolmaydi. Bu qizilsizlikdan o'tolmaydi. Lekin Gulam Osman efendim bunu aşınaq deb tushundirib, o'zining ish qilganini to'g'ri qilib ko'rsatgan. Nurg'un qarindoshlarimiz, ish mushundaq ekanda deb ashining tepiga qaymoqib ketib bormoqda hozir. Bu ish Gulam Osman efendining naytda ig'ir xatoligi. Her jihatini tushunib qilgan bo'lsa-mu, tushunmay qilgan bo'lsa-mu, bu uning xatoligidan ibaret. Endi oxirsida yana bir deb qo'yilgan ish 24-chesladagi yig'inda mening yodimda qilishicha yeni saylanib kirgan vakillar 11-oychilik saylash boshqalarni saylash huquqiga ega, lekin o'zini saylash, ya'ni bir vazifa ilish huquqiga ega emas deb biz aşında özgertken kanunu. Naytapsız bu ben kanunu ne çıktım görüp çıksam mı kanunun içinde bu nersi yok. Şunun bilen ben şu vaxtki bunu pütküçü deyimiz ile ki hatiri ağan adam bilen görüştüm. Hatiriniz var mı şu vaxtı yazgan? Ben bir nesini görüp bakaydı gittim desem o adam men xatirinin emini Gulam Osman bilen Abdul Ahad Damollamga begem dedi. Xatiringizni rasmlak tatib olganmidingiz desem yo'q deydi. Xatiringizni yandırıp berdim desem yo'q deydi. Demek xatirini ilip ular özleri çünkü xatirik asasen kompüterdeki asasi kanunun mazmununu özgertmekçiydi. Şu vaqtida bu yerde bular xatirini aktif bunu özgertken mi yoki özgertmagan mi degan gap hozir. Şu bu mesele hozir bir aniq emas. Demek bular asosiy qonunni xohlagancha ovozga qo'yilgan narsalarni u yerda yozmay, kirgizmay, o'zining foydasiga o'zgartib olgandek ahvol bor. Men buni yana davomli surishtirman buningdan keyin bu ishlarni. Hamda mening demoqchi bo'lganim eng oxirsida bütün Sharq Turkistonlik qarindoshlarimiz bizga hozir va yana desam bizga bir nihoyatda yaxshi fursat yaqinlashmoqda. Biz bu fursatdan yaxshi foydalanishimiz uchun hammamiz mayli parlament ichidagi qarindoshlarimiz bo'lsin, mayli parlament sirtidagi xalqimiz bo'lsin, hammasi bu ishga jiddiy ko'ngil bo'lishi, mushu fursatni zodi qanday qilib yaxshi foydalanishimiz, mushuninga tirishishi kerak. Tirishishini umid qilaman. Hammanglarga ko'pdan ko'p rahmat. Yana davomliq men izlanayotgan narsalar bor. Men yana kelar qitimlarda yana boshqa mushu surgun hukumatga oid, surgun hukumatdagi chirikliklarga oid ahvollarni yana tunishtiraman. Meni materiallarga ega bo'lgandan keyin. Xayr xo'sh, hammanglarning vaqtiga shuni ko'rganliginglarga ko'pdan ko'p rahmat
aytaman. Xo'sh,